Assalomu alaykum akajon. Kvartira pulini to'lashga ozroq qiynalib qoldim. Jiyaningiz bilan ko'chada qoldi. Iltimos, ozgina yordam berib turing. Singlim, men yaxshimisan? O'zi sal uzoqroqda edim. Ovozing yaxshi kelmayapti, ha? Alo. Iltimos akajon. Bo'ldi, bir narsa qilib turgin, amallab turgin, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Alo. Alo. Eshityapsizmi akajon? Alo. Shu singlingiz erdan ajrashgandan buyon sizga yuk bo'lib olgan. Nima? U erdan ajrashganiga biz aybdormizmi? Endi qo'yaversang-chi. Bo'ldi endi, o'zi bir narsa qilib qo'yar. Xo'p, endi men borib pulni to'lab qo'yay-a? Xo'p, bo'pti. Faqat tezlashtiring dadasi, xo'p, zo'r bo'lardi. Rahmat. Xudoyim. Akam. Assalomu alaykum aka, yaxshisiz? Uka, Azamat yaxshimisan?